Assalomu alaykum. Bu videom hamma shofyor akalarga. Akalar mana shu o'quvchi mashina yozilgan, belgilari bor. Mana o'quv avtomobili deb yozilgan, o'quvchi mana belgilari bor akalar. Akalar yo'lda yurganda iloji boricha signal bermasdan o'quvchi mashinani ko'rganda yonidan aylanib o'tib ketishi sal madaniyatli bo'laylik akalar. Hammamiz ham mana shunaqa o'rganganmiz, dovdir-sovdir qilib, nima qilishni bilmasdan. Men bu yonida o'tirgan instruktor ham akalar, kecha pravo olib bugun rolga o'tirgan odam emas akalar. U ham biladi, qayerda nima qilish kerak, qayerda nima qilsa nima bo'ladi akalar. Iltimos sizlardan signal chalib, asab buzarlik kerak emas, qo'yinglar. Hammamiz ham shofyormiz, bir-birimizni hurmat qilib, bir-birimizni tushunib, madaniyatli bo'lib yo'lda harakatlanaylik akalar. Iloji bo'lsa mana shu videoni imkon qadar ko'proq shofyorlarga tarqatib qo'yinglar. Sizlarni ham o'zinglarni ham ukanglar, singinglar, opanglar yoki onanglar pravaga o'qiydi yoki o'qiyotgandir. O'shani to'g'ri tushuninglar, iltimos sizlardan. Joninglar sog' bo'lsin. Tarqatib qo'yinglar mana shu videoni, ko'proq odam ko'rsin. Rahmat.